Bu yigit nima qilib tashladi? Ishonmaysiz. U $500,000 sarflab, uyni 3D printer bilan qurdirdi. Bu ulkan mashina devorlarni qatlam-qatlam qilib, betondan bosib chiqadi. Bu beton 300 yilgacha xizmat qilishi mumkin. Devorlar ichi bo'sh qilib bosiladi. Shu bois suv quvurlari va elektr o'tkazish oson. Ichiga esa temir armatura va maxsus ko'pik qo'shiladi. Bu esa uyni yanada mustahkam, sovuqqa chidamli va to'shni o'tkazmaydigan qiladi. Eng ajablanarlisi, barcha ishni mashinaning o'zi bajaradi. Ishchi kuchi deyarli kerak bo'lmaydi. Natijada xarajat 45% ga kamayadi. Qolaversa, qurilish an'anaviy usuldan ancha tez. Uyga hatto bir necha kunda yoki ko'pi bilan 3 haftada ko'chib o'tish mumkin. Endi savol, agar sizga imkoniyat berilsa, o'z uyingizni an'anaviy usuldami yoki shunday 3D texnologiya orqali qurgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.